Assalomu alaykum bolalar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bir haftadan beri gruppaga har xil video tashlayapsizlar. Kuzatib yuribman. Bir orada tojik bolani o'limi haqida video tashladinglar. Endi bir qaysidir bloger uyi yonib ketganligi haqida, mashina olganligi haqida video tashlayapsizlar. Endi hamma narsaga ham ishonavermanglar. Sizlarga maslahatim. Bir o'zlaringiz o'ylab ko'ringlar-da. 50% odam o'shani yaxshilab chiqyapti, 50% odam yomonlab chiqyapti. Hamma hozir bu yerda o'zini maqsadini o'ylayapti. Hech kim chin dildan achinayotgani ham yo'q, hech kim chin dildan bu narsaga qarshi ham chiqayotgani yo'q. Hamma o'zini aktivi uchun kimdir fitna fasodda boshlab beryapti, yana izidan kimdirlar uni ko'paytiryapti, urug'lantiryapti. Haligi bir yosh bolani o'limi haqidagi video bo'lsa, hamma qo'ydi, rahmim keldi, unaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi deb qo'yapti, lekin hech kim ruschada primo kerakli odamlarga vizit tashlamayapti. Nimaga gapirib chiqmayapti uni? Nimaga? Haqiqatan achinibdi, rahmi kelibdi. Nimaga qo'rqadi oxirgacha borishdan? Hammasi o'zini aktivi uchun, o'zini manfaati yo'lida. Shuning uchun hamma narsaga ishonib, har narsani tashlavermanglar, iltimos sizlardan. Salomat bo'linglar.